Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati Uch tumani Jidagapa qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turasizlar. Mana bundan buyog'iga bahorga ham chiqyapmiz. To'ysiz o'rlarga harakatlar boshlanadi. Obunachilarimizga foydali bo'lsin deb mana shunaqa darvoza narxlarini Azimjon aka bilan birgalikda yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Yaxshi kelibdilar. Xalq xizmatidan charchamasdan. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat. Endi o'ylab qarasam endi bahorga chiqibmiz. Obunachilarimiz endi ichida mana darvoza o'rnataman, uy quraman, to'y qilaman degan akalarimiz ko'p. Xudo xolasa chiroyli qilib buyurtma bersa, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Xudo xolasa. Endi videomizni boshida mana shunaqa hashamatli darvoza meni ko'zim tashlandi darvozaga. Bir boshdan ma'lumotni berib o'tib ketaylik. Nimalar kiradi darvozaning ichiga, narxlari qanaqa obunachilarimiz yetkazib beraylik aka. Xudo xolasa bu darvozamiz Samarqand fason darvozamiz. Polniy qalin materialda bo'lgan. Razmerlari 3,5 ga 3,5. Nalishkadan tashqari o'zini holati. Nalishkalari 30 sentdan 35 sentdan nalishka qilamiz. Tepasi 45 sent nalishkasi bilan. Listlarimiz 1.8 filisovый listda bo'lgan. Polniy qalin materiallarda ishlangan. Xo'p, endi nalishka degani mana bu tumba hisoblanadi. Ha, tumbasi 35 sent, tepasiga 45 sent nalishka qo'shiladi joyingizdan tashqariga. Hurmatli obunachilar, lekin darvozani sifatini mana o'zim oldida ko'rib turibman. Gap bo'lishi mumkin emas. Hashamatliligi ham, eng asosiysi shumka ham bo'lgan ekan. Shumka ham bo'lgan, polniy qalinda bo'lgan mana. Mana akalar. Hozir mashinaga ham shumka qilib olganimiz, akalarimiz darvozani ham shumka qilib qo'yishdi. Shumka qilib, polniy qalin materialdan foydalangan, yo'llari o'ngga brusda bo'lgan, mayda detallargacha qalindan foydalanganmiz. Kraskalariga keladigan bo'lsak, avtomobilni Devo kraskalardan foydalanamiz. Xudo xolasa ishonchli. Ishonchli tarzda chiroyli qilib bitirib beramiz ishlaringni. Xo'p, endi masalan aka buni razmerini 3,5 dedingiz. Kimlardir buni yana uzunroq qilib yasattirmoqchi bo'lsa, xuddi shu fasonda ham yasab bersa bo'ladimi? Xuddi shunday qilib istalgan fasonda yasab beramiz. Joyini farqi yo'q. 5 metr bo'lsa ham polniy qilib bitirib beramiz chiroyli. Fasonini tanlasa, razmerini aytsa, o'zlari o'sha fasonni chiqarib beraveradi. Chiqarib beramiz aka. Xo'p, endi buni narxlarini bir ma'lumotini beraylik aka. Narxlari 1,250,000 mingdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Ha, endi buni 2 qavatli, 3 qavatli varianti bor. Orqa tomoni 3 qavatli tekis holatda bo'ladi. 1,250,000 mingdan 1,5 milliongacha narxlar o'zgaradi. Kvadratiga hisoblanyapti endi 1,250,000 ming. Ha, kvadrati shunday bo'ladi. Kvadratiga mana. Hurmatli obunachilar, inshaalloh to'g'risi o'zim ham havas qildim aka. Ish ko'rib, masalan, ish sifatini ko'rib, hammamiz inshaalloh yangi uylarga mana shunaqa chiroyli darvozalardan hammamizga o'rnatish nasib qilsin. Endi keyingi fasonimiz haqida ham ma'lumot beraylik aka. Keyingi darvozamiz shtampovochniy darvoza, pechat darvoza deymiz. Nijvenka listlar bilan yopishtirib berilgan. Razmeri 3.30 ga 3,5 metr bo'lgan balandligi. Bular bir qavatli qalin materialda, listlarimiz 1.2 stenkada, profillari ham 1.3 stenkada bo'ladi, yo'llari 8 ga 6 brusda bo'ladi. Tagi shvellar обязательно hamma darvozalarda. Mana akalar, yo'llariga ahamiyat bersalaring bo'ladi. Kraska holatlari inshaalloh haligi hammasi inshaalloh narxiga yarasha. Narxiga yarasha. Hammasiga bir xilda Devo avtomobilni kraskadan foydalanamiz. Laklari temirlak. 5 yildan 10 yilgacha garantiyasi bilan beriladi. Kafolat ham beriladi. Kafolati 5 yildan kraskasiga, 10 yil 15 yil o'z temiriga garantiyasini beriladi. Xo'p, bularning kvadrati necha pul chiqadi aka? Bular kvadrati 500 mingdan 700 minggacha chiqadi. 500 mingdan 700 minggacha. Mana akalarga qulayroq variant. Qulayroq variantdagi so'raganlarga. Lekin ko'rinishlari, sifatlari gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, mana holatlarni ko'rib turibsiz. Hozirgi kunda adashmasam, mashinalar orasi urf bo'ldi aka. Urf bo'lgan, o'ta high-tech fasonda, bu Dubai fason deydi. Nijvenkalar bilan o'ta skromniy, chiroyli fason darvoza. Endi xuddi mana shu ko'rinishga, masalan, gulini boshqacharoq qilib bering desa ham variantlar bor-a? Variantlar ko'p. Telegram orqali aloqa chiqsa, vibrlarni tashlaymiz, o'zlari tanlab, joyga borib, o'lchab kelish, o'rnatib berishlarimiz mutlaqo bepul O'zbekiston. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib berasizlar. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shu darvoza dangal. Mana shu bunisi, mana shu birinchisidan ham o'zimga yoqdi aka. Masalan, har bitta ko'rgan odamdek havas o'rnatsa bo'ladigan ekanda. Bu 2023-yildan trenddan tushmayotgan high-tech fason darvozamiz. Ruchkalari ham, nijvenkalari ham o'ziga yarashimli, bejirim tarzda chiqadi. Bular ham shumka bo'lgan. Shumkali, 2 qavat shumkali bo'lgan, polniy qalin materiallarda. Mabododa endi misol uchun aka, listlarimiz o'sha 1.8 filisovый. Mana bu yerlarni lazer stanokda kestirib foydalanganmiz. Gullar mana lazer apparat orqali ishlab chiqarilgan. Nijvenkalari o'sha qora glansli nijvenkadan foydalangan. Xo'p, aka masalan xuddi shu ko'rinishda puli qulayroq bo'lsin, masalan, ichida shumka shart emas yo boshqa desa, pullari arzonlaydimi? Arzonlaydi. O'sha tarafga ham kelishadi. Mana bu tarafdagisi ham high-tech fasonda. Bu ham high-tech fason, afsona fason deyiladi ko'proq buni. Bu ham 2 qavatli shumkali darvozamiz. Listlarimiz buniki ham 1.8. Razmeri endi 4 metr, balandligi 3,5 metr bo'lgan. Yonlari o'ngga brusda bo'lgan.
tagi shivellar. Xudo xolasa akalar, endi bu tayyor fasonni ko'rsatilyapti. Mabodo siz uyingiz razmeri balki darvozangiz 5 metrdir, balki 6 metrdir. Sizni talabingizga qarab inshaalloh taklif qilinaveradi. Bularni narxi qancha chiqadi aka? Bularniki 1 million 200 mingdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Kvadratiga 1 million 200 ming so'mdan. 2 qavatli shumkali darvozalar. Hisoblab. Zamohlarni ham original bo'ladi. Xohlasangiz Zubir zamok, xohlasangiz Stimul, Hilux zamohlardan foydalanamiz. Qaysi biridan Vibir tanlashadi, qo'yib uстановкасini qilib beramiz. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, zamoklari ham inshaalloh baquvvat ekan ancha. Zo'r rossiyskiy Zubir zamok deydi, o'ta zo'r zamok. Xo'p, endi adashmasam bu taraflar aka budjetli variantlar shekilli. Bu taraflar hammasi shtampochli, budjetli variantdagilar. Bu tarafdan necha puldan chiqadi aka? Bular o'sha aytib o'tganimizdek 500 mingdan 700 minggacha chiqadi. Listlarimiz o'sha 1.2 stenkada, profillari 1.3 stenkada. Yo'llar 8 ga 6, tagini обязательно chivellar qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, inshaalloh niyat kommentariyada yozinglar. 2026-yilda masalan uy qurib chiroyli bir darvozalar o'rnataman degan akalarimiz, to'y qilaman degan akalarimiz niyatlaring yetib, mana shu akalarimizga hammani ishi tushsin inshaalloh. Xudo xolasa murojaat qilishsa sizlarga aka yaxshilikka ish tushadi baribir. Xudo xolasa. Inshaalloh hammamiz ishimiz mana shu akalarimizga tushsin. Mana bu tarafda ham navbatdagi fasollar mabodo bulardan tashqari ham bironta video ko'raman desalaring Telegram orqali aloqaga chiqasizlar. Sizlarga variantlarni tashab, Xudo xolasa Viberlarni tashiladi, ko'rishadi. Xudo xolasa qaysi Viberda bo'lsa ham yetkazib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Endi bu hozir akalar dengizdan tomchida, gap ochig'i, variantlar masalan Telegramda har xil uylarga o'rnatilgan, uстановка qilingan joylardagi sizlar ko'rmagan gullari ham bor-da, misol uchun. Aloqaga chiqsalaring ma'lumotlari beriladi. Balki nargilardan ham zo'rlari bor. Ular zo'rlari bor. 500 dan ortiq Viberlar bor, tanlashadi. Unga qarab turib, qaysi Viber ma'qul keladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor, eshitib turganingizdek. Akamiz o'rnatmagan darvozalar faqat Abduqodir Husanovning uyiga qolib qoladi inshaalloh. Aloqaga chiqsa Abduqodir Husanovga ham bir o'rnatib beradilar. Inshaalloh u akamizni Abduqodir Husanov uylariga ham bir chiroyli qilib dastavkalar qilib beriladi mana. Bu tarafda ham mana high-tech fasonda budjetli varianti. U yoqda lisli 2 qavatlisini ko'rdik. Tarafdagi. Bular arzonroq chiqadi. Gibrid Dubai fason bilan high-tech fasonda aralashadi. Hozir u boshda ko'rgan haydachimiz bilan buni nima farqi bor ekan? Budjet varianti, 1 qavatli pechat shtampochniy. Bular necha pul chiqadi? Bular ham xuddi o'sha aytganimizdek 500 mingdan 700 minggacha. Nijivenkasi variantda bo'ladigan bo'lsa 600 mingdan, Nijivenka bilan bonus qalinda qilib beradigan bo'lsa 700 mingdan qilib beramiz. 2 barobar arzon tushirganda bu. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Hurmatli obunachilar, boya so'ragan savolimga o'shani budjetnisini ham yasab bera olasizmi degandim. Mana o'z joyi o'zida bor ekan arzon varianti. Arzon variant. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib dastavkalarni uyushtirib berishadi. Endi qo'shni respublikalardan aloqaga chiqsa-chi aka? Qo'shni respublikalarga ham Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga ham yetkazib beramiz. Kelishilgan holatda Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, darvozalarimizni ko'rib turibsizlar. Inshaalloh kelib ko'rishga sharoitingiz bo'lsa, akalarimiz lokatsiyalarni tashab beriladi. O'sha ish joyidan, sexni o'zidan birinchi qo'ldan inshaalloh olishingiz mumkin. Hozir aka menimcha Namangan darvoza bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'ringa chiqib oldi. Ko'z tegmasin hurmatli obunachilar. Buni SNGdan ham o'sha qardosh respublikalar ham tasdiqlashyapti. Yetkazib beramiz, Tojikiston, Qirg'iziston yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa kelishilgan holatda. Ko'z tegmasin. Vodiy inshaalloh hurmatli obunachilar ikkinchi Xitoy qo'llab-quvvatlab, kommentariyada olg'a o'zbegim deb qo'llab-quvvatlab motivatsiyalarni berib tursalar, mana shunaqa usta akalarimiz kerak bo'lsa pul tochiladiganlardan ham qilib berishadi. Pul tochiladiganini ham, avtomatika qismlarni ham yetkazib beramiz. Domofonmi, farqi yo'q. Отпечаткali zamohlar ham yetkazib beramiz. Bormi shunaqa xizmatlarimiz? Uстановкасini qilganmiz. Ularni ham videolarimizda profilimizga kirishsa, videolarda ko'rishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, nafaqat qulaylar, balki o'sha premium kачестводagi o'sha premium joylarga ham akalarimiz o'z ishlarini taklif qilishyapti. Videomiz o'ylaymanki, sizlarga manfaatli bo'ldi. Sababi o'zimiz ham inshaalloh bahordan qurilish qilamiz. Obunachilarimiz ham shunaqa qurilish qiladi degan maqsadda mana shunaqa darvozalarning narxini sizlarga tanishtirib o'tib ketyapmiz. Manfaatli bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib o'tib ketasizlar. Bo'lmasa aka videomizni yakunlaylik. Obunachilarimizga tezroq videomizni joylab beraylik. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa tezroq sizga aloqaga chiqsin. Barcha nomerlarga aloqa chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab uстановка, dastavkalarni mutlaqo bepul qilib, sifatli qilib ishlarni bitirib beramiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa. Agar bera olmagan ma'lumotim bo'lsa, bemalol berib o'tib ketishingiz mumkin. Bera olmagan ma'lumotlar, masalan, o'zlaringga qanday Viber internet orqalimi farqi yo'q. Chizma asosida bo'lsa ham, libo fasondagi darvozalarni chiroyli qilib bitirib beramiz ishlaringni. Hozir sizga masalan rasmini tashlasa ham bitirib. Rasmini tashlasa bo'ldi. O'sha darvozani birga bir qilib chiqarib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar mana shunaqa darvozani yasab bering desangiz, shunday yasab beriladi. Yetkazib beramiz, Gap yo'q. Akalar bir Cristiano Ronaldo'nikidan ham rasmga olib tashlanglar, akalarimiz xuddi shunaqa yasab berishadi. Videomizni bo'lmasa mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar.